ishimizdan ajralmagan holatda bilimga ega bo'lish. Biz magistrantlar uchun mahorat maktabi bo'ldi deb bemalol ayta olaman. O'qish bilan, ilm olish bilan bir qatorda o'qituvchi bo'lib shakllanib bilamiz. Shaxs bilan ishlaydigan har bir inson albatta psixolog bo'lishi kerak. Faoliyatim amaliyot bilan birga ketdi. Dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmaydi deganlar. Osiyo xalqaro universitetini tanlaganimning sabab birinchidan o'qituvchilarning salohiyati. Biz oilada ilm uchun yana ilmga qaytdik, ilm o'qiyapmiz. O'zbekistonda yagona bo'lgan magistratura bosqichida masofaviy ta'limning olib borilishi bilan Biz ham pedagog, ham psixolog bo'lib yetishishimiz meni bu universitetga bo'lgan mehrimni oshirdi. Shu darajada tizimli, juda ham bir samarali yo'lga qo'yilgan. Meni oilamdagilar ham o'sha ustozlarni dars o'tish jarayoniga qiziqib, Biz pedagog mahorati, pedagog imiji degan narsani men shaxsan Osiyo xalqaro universiteti professor o'qituvchilarida o'rgandim. Agar ilm olish qimmatga tushayotgan bo'lsa, esingizdan chiqarmang. Ilmsizlik undan ham qimmatga tushadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana navbatdagi podkastimiz va bugungi suhbatimiz o'ziga xos tarzda bo'ladi. Sababiki, bugun suhbatimizning ishtirokchilari Osiyo xalqaro universitetining pedagogika psixologiya yo'nalishi 2-bosqich magistrantlari. Nimaga o'ziga xos bo'ladi? Sababiki, bular magistr bo'lishlariga qaramasdan jamiyatda o'zlarining o'rinlariga ega bo'lgan va turli sohalarda ishlab kelayotgan insonlar hisoblanadi. Keling tanishamiz ular bilan. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Madamin va Sanobar Qutlumuratovna, Toshkent shahar Mirobod tumani Chinor mahallasi yoshlar yetakchisiman. Avvalambor assalomu alaykum. Men Jahongir Qodirov, Ne'mat o'g'li, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani maktabgacha maktab ta'lim bo'limida kadrlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Xorazm viloyati Tuproqala tumani bosh imom xatibi bo'lib ish faoliyatimizni olib boramiz. Sohamiz diniy sohaga taalluqli. Assalomu alaykum. Rahmona Muhtaram Ergashevnaman. Ichki ishlar organlarida katta psixolog lavozimida xizmat olib boraman. Assalomu alaykum. Men Dalanova Yulduz, pedagogman. Assalomu alaykum. Hamdam va Nigor Olimova. Buxoro shahridagi 29-umumiy o'rta ta'lim maktabida ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlayman. Assalomu alaykum, Mamajonov Ibrohim. Men hozir Mudofaa vazirligi qo'shinlarida Toshkent shahrida joylashgan harbiy qismda o'zimni harbiy xizmat faoliyatimni olib boraman. Xush kelibsizlar deb qolamiz suhbatimizga. Bugun suhbatimiz nima haqida bo'ladi? Bugun suhbatimiz albatta ta'lim to'g'risida va aynan magistratura bosqichi to'g'risida bo'ladi. Chunki sizlar bevosita mana shu yo'nalishda o'qiyapsizlar, bitiryapsizlar. Xudo xohlasa mana diplomga ega bo'lasizlar va bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan birinchi savolim shundan iboratki, magistratura o'zi bu nima? Bu qanaqa yo'nalish? Magistratura bu uzluksiz ta'limning bakalavrdan keyingi bosqichi bo'lib hisoblanadi. Magistratura biz talabalarga nima bera oladi degan savolga biz quyidagicha javob berishimiz mumkin. Magistratura bu eng birinchi navbatda ilmiy amaliy ko'nikmalarimizni ilmiy tadqiqotlar asosida shakllantirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birgalikda shaxsiy karyera qilish imkoniyatini beradi. Davlat yuqori lavozimlariga qo'yilayotgan nomzodlarni o'sha lavozimda rivojlanishi yoki o'z sohasini mukammal egasi bo'lishlariga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari magistraturaning imkoniyatlari hozirgi kunda biz O'zbekistonda ham juda keng imkoniyatlarga ega bo'lib hisoblanadi. Yuqori davlat lavozimlarga qo'yilishidan tashqari o'sha magistratura tugatgan magistrantlar chet el davlatlarda ham magistrlar yuqori qadrlanadilar. Ularda imkoniyatlar bor, grantlar yutib olish imkoniyati bo'ladi va u yerda ham bakalavr yoki professional ta'lim diplom darajasidan magistrant darajasi yuqori baholanib, yuqori lavozimlarda ishlash imkoniyatini ochadi, eshigini ochadi. Rahmat, albatta. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, bakalavr darajasi bitta eshikni ochsa, magistratura ko'plab eshiklar, imkoniyatlarni ochadi. magistratura bu imkoniyatlar eshigi. Xo'p, navbatdagi savolimiz, magistratura yo'nalishi barcha sohalarga kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, meni fikrimcha magistratura bu barcha sohalarda kerakli deb o'ylayman, chunki bugun mamlakatimizda ilm fanni qo'llab-quvvatlash hamda uni davr talablari asosida rivojlantirish masalasi davlat siyosati darajasida ko'tarildi. Xususan harbiy sohada ham men o'zim harbiy soha vakili bo'lganligim uchun
hozirgi kunda o'zimni ilmiy tadqiqot ishimni amalga oshirib bormoqdaman. Bunga albatta magistratura bosqichi hamda magistratura ta'lim yo'nalishida men kerakli ilmiy tadqiqot mexanizmlarini yoki ishlamalarni o'rganishim kerak. Men bu yerda pedagogika psixologiya yo'nalishi bo'yicha magistratura bosqichida ta'lim oldim 2 yil davomida. Men shuni guvohi bo'ldimki, pedagogika va psixologiya bugungi kunda qurolli kuchlarimizda jangovar salohiyatini yanada yuksalishiga o'zini ulkan hissasini qo'shar ekan. Nega degan savolni beradigan bo'lsak, nafaqat qurolli kuchlarimiz jangovar qobiliyati, balki o'sha harbiy xizmatchilarning axloqiy, ham ruhiy, ham ma'naviy tomonlama ularda yuksalishiga o'zini ulkan hissasini qo'shishini guvohi bo'ldim va bu yerdagi shu professor ustozlar bergan ta'lim orqali mana shu narsalarni o'zlashtirdim. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, buyuk allomalarimiz bir chiroyli bir ma'no fikrlari bor, beshikdan to qabrgacha ilmimizlar. Chunki insoniyat muntazam ravishda o'z ustida ishlab o'zini sohasini yutuq mutaxassisi bo'lishi lozim. Hozir aytadigan bo'lsak, men Osiyo universiteti pedagogika psixologiya yo'nalishida ta'lim olyapman. Men bir narsani aytamanki, shaxs bilan ishlaydigan har bir inson albatta psixolog bo'lishi kerak. Chunki insonning psixologiyasi juda ham muhim. U bilan muloqot olib borishda rahbarlar tomonidan, masalan, rahbar psixologiyasi, muloqot psixologiyasi jamiyatimizga psixologning roli juda ham katta va shu ma'noda har bir inson psixolog bo'lib ishda sifat va samaradorligini olib borishga yordam beradi. Insonning psixologiyasi juda ham muhim deb hisoblayman. Albatta men ham magistratura o'zimning faoliyatimdan kelib chiqib kerak deb hisoblayman. Sababi biz mahallada yoshlar yetakchi sifatida mahalladagi muammoli oilalar bilan ishlaymiz. Muammoli oilalar bilan ishlash jarayonida jazoni ijro etish muassasasidan qaytgan yoshlarni reabilitatsiya qilish, ya'ni sog'lom hayot, sog'lom turmush tarziga qaytarish jarayonida ularga psixologik yordam berish, o'sha psixologik treninglarga suhbatlar o'tkazish qisqa fursat bo'lsa ham ularni qanaqadir qalbida ertangi kunga ishonch, umid tuyg'usini ochish uchun ham bizlarda magistratura kerak deb o'yladim. Bundan tashqari o'sha mahallalarda muammoli oilalardagi despotizmni oldini olish yoki o'sha bosim, zo'ravonlik, tazyiqlarni oldini olish bo'yicha ham men o'sha pedagogika va psixologiya sohasini tanladim va magistratura kerak degan xulosaga keldim. Bunda ko'pchilik men orqali o'sha o'z mahallamdagi yoshlarni sog'lom hayotga, ya'ni ruhiyati sog'lom yosh avlodning shakllanishiga hissa qo'shaman degan umiddaman. Rahmat fikrlaringiz uchun. Va shu o'rinda savolimizni davomi sifatida magistratura sohangizga qanchalik yordam berdi? Mening sohamga magistratura shu darajada yordam berishiga ishonaman. Mana 2 yil davomida biz Osiyo xalqaro universitetida talabalar sifatida o'qigan bo'lsak-da, onlayn o'qigan bo'lsak-da, bizda faoliyatim amaliyot bilan birga ketdi. Chunki o'sha mahallada muammoli oilalar asosan o'sha qatlam bilan ko'proq urg'u berib, o'shalarga e'tiborni qaratdik. Bularni sog'lom hayotga qaytarishda ko'proq men o'zimni o'sha universitetimizdagi professor o'qituvchilarimizdan olgan bilim, ko'nikma, malakalarimizni amaliyotda qo'llab, ular bilan bo'lgan muloqotlar, ularga ko'rsatilgan ruhiy va o'sha sog'lomlashtirishga qaytarishdagi o'sha suhbatlarimiz davomida men bularni kuzatib bordim. Magistr to'g'ri hamma sohada, ko'p sohalarda kerak. Aynan bizda diniy sohada hozir kerak emas desam noto'g'ri bo'ladi-yu, lekin baribir keyinchalik kerak. Nima uchun bo'lmasa magistrni siz tanladingiz va o'qidingiz va tugatyapsiz deydigan bo'lsangiz, biz o'sha ish faoliyatimizda demak 20 yildirki o'sha ta'lim sohasidan, ya'ni ilm olishdan chetda bo'ldik. Chunki bu Buxoro shahrida, Buxoro viloyatida biz ulug' allomalarimiz o'tgan va mana shu joylarda qo'nim topgan ulug' maskan joylar. Ulug' allomamiz, buyuk muhaddis, dunyo e'tirof etgan zot Imom al-Buxoriy shu joydan yetishib chiqqanlar. U zotning o'sha ilm rag'batida bitta so'zlari bor, ulug' so'zlar bor, shiorlar. Dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmaydi deganlar. Endi nima siz bizda hozir diniy sohada misol hozirgi bizning ish faoliyatimizda magistrlik talab qilinmayapti. Baribir shu talab qilinadi. Endi nima uchun bu sohani tanladingiz desak,
ota albatta o'zining oilasidagi farzandlariga o'zining xulqidan, ilmidan, odobidan ko'ra ko'proq narsani bera olmaydi. Demak, biz oilada ilm uchun yana ilmga qaytdik, ilm o'qiyapmiz, chunki muhtaram opa aytib o'tdilar, mana bu hadis payg'ambar alayhissalom aytganlar, beshikdan to qabrgacha ilm izlanglar deganlar. Demak, ilm zamon talabiga qarab bu ham rivojlanyapti. Yangi ilmiy sohalar chiqyapti. Shuning uchun albatta bu diniy sohada ham o'zimizni va diniy sohadan tashqari holatda ham, endi ilm deganda ilmni na diniylikka, dunyolikka ajratmasligimiz kerak. Ilm hamma joyda. Ilm insonni yetuklikka, chunki bu dunyoda azizlik, oxiratda ulug' maqomlarni beradi. Shuning uchun bu sohani tanladik va yana keyinchalik o'sha ilmiy faoliyatimizni davom qildiramiz. Maktabdagi faoliyatim bilan bog'lab savolingizga javob beraman. Hozirda o'smirlar tarbiyasi juda ham qiyin vazifa bo'lib kelmoqda. Bakalavrdagi yo'nalishim o'zbek filologiyasi bo'lganligi uchun, demak, hozirgi faoliyatim ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'lganligi uchun, demak, men ehtiyoj sezdim, tarbiyasi qiyin o'smirlar bilan ishlashga ehtiyoj sezdim. Shuning uchun ham aynan shu ilmiy mavzuyimni ham magistraturada tarbiyasi qiyin o'smirlar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari yo'nalishida olib borib, bular aytganlaridek, demak, amaliyot va ilmni birga bog'lab shu yerda o'qidim. Navbatdagi savolimiz, mana sizlar turli hududlardansiz, respublikamizdan va Osiyo xalqaro universitetida magistratura yo'nalishida o'qiyapsiz va savol shunaqaki, nimaga aynan Osiyo xalqaro universitetini tanladingiz? Men aynan magistratura bosqichini aynan Osiyo xalqaro universitetini tanlaganimning sabab, birinchidan o'qituvchilarning salohiyati, o'qituvchilarning samimiyligi, bu yerdagi moddiy texnik bazaning kuchliligi va O'zbekistonda yagona bo'lgan magistratura bosqichida masofaviy ta'limning olib borilishi bilan alohida ajralib turadi. Bu yerdagi o'qituvchilarning samimiyligi shunday zo'rki, mana talabalar bilan do'stona munosabatda bo'ladilar. Ta'lim sifati ajoyib, ya'ni eng yuqori. Bu yerda professor o'qituvchilarimiz, akademik o'qituvchilarimiz soni boshqa universitetlarga nisbatan ko'p. Va shu joyda aytib o'tdingiz, respublikada yagona masofaviy ta'lim, ya'ni onlayn ta'lim olib boriladi bizda magistraturada, lekin insonlarda shunaqa bir tushuncha borki, stereotip deymiz, qotib qolgan fikrlar, onlaynda yaxshi ta'lim olib bo'lmaydi degan tushunchalar bor. Bunga qanaqa qaraysiz? Bugungi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri bu onlayn ta'lim, ya'ni zamon rivojlanyapti, texnik asr kelyapti. Bundan keyin prezidentimiz ham aytayapti, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yoki raqamli texnologiyalar bilan ishlash jarayoni bu zamon talabi. Chunki boshqa davlatlarda onlayn ta'lim birinchi o'rinda chiqib oldi. Onlayn ta'limni agar tub mazmun mohiyatini tushungan odam, ya'ni mazmunga yetgan odam bu onlayn ta'limni tanlaydi. Sababi onlayn ta'limda o'qish bilan birgalikda, ya'ni o'zimiz ishimizni ham davom ettirishga imkoniyatimiz bo'ladi va o'qituvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'lish onlayn ta'limda yaxshiroq. Bu respublikada yagona bo'lgan masofaviy oliy ta'limni imkoniyatlaridan yana biri faoliyatimiz bilan birga olib boramiz. Bu nima degani? Nazariy bilim asosida amaliyotni ham birga olib boramiz. Masalan, men bilib bilmasam jinoyat ko'chasiga kirib qolgan, voyaga yetmagan o'smirlar bilan faoliyat olib boraman. Qaysidir faoliyatimda so'raydigan narsalarim, qanaqadir bir muammolarga duch kelsam, albatta o'zimizda mutaxassis professor ustozlarimdan maslahat olib, o'sha tushunmagan joylarimda, yo'nalishlarimda ko'mak olib, birgalikda olib boraman. Bu meni bilimimni oshishiga ham va ish samaradorligini yanada oshishiga va faoliyatimda qulaylik yaratish uchun menga juda ham muhim. Bundan tashqari pedagogika va psixologiya yo'nalishi birdaniga ikkita biz magistrantlar sifatida ikkita mutaxassislikni birdaniga qo'lga kiritish imkoniyati bizda mavjud bo'lgani uchun ikkita soha vakillari bo'lib yetishishimiz, ham pedagog, ham psixolog bo'lib yetishishimiz meni bu universitetga bo'lgan mehrimni oshirdi. Bundan tashqari bu universitetda shaffoflik, ilmiy salohiyati kuchli professor o'qituvchilarning dars berishi meni bu universitetga bo'lgan qiziqishimni oshirdi va shu yergacha Toshkentdan Buxorogacha olib keldi. Menga aynan mana shu pedagogika psixologiya yo'nalishida o'qish, magistraturani aynan Osiyo xalqaro universitetida o'qish, birinchi o'rinda o'sha onlayn o'qishi, masofaviy o'qishi menga birinchi o'rinda qulaylik tug'dirgan hamda
menda bu yerda o'sha nazariy olgan bilimlarimni amaliyotda qo'llash. Nafaqat men pedagogman va bolalar bilan ishlayman. Nafaqat bolalar bilan ishlash, bu yerda kattalar psixologiyasini ham o'rganganimiz uchun aynan pedagoglardagi stress bilan ishlash imkoniyatini ham berdi va shu sohani yaxshi o'rgandik. Darslar aynan masalan pedagoglardagi stress psixologiyasi fanlari o'tildi hamda salomatlik psixologiyasi fanlari o'tildi. Juda ko'p fanlar o'tildi. Aynan mana shu ikkalasini sanab o'tyapman. Masalan bizda o'sha juda ko'p pedagoglarda aynan stress holatlari, depressiya holatlari ko'p kuzatiladi. Chunki ular bola bilan ishlashda haqiqatdan pedagogning sohasi qiyin, murakkab. Mana shu tomondan pedagogga birinchi o'rinda yordam kerak deb hisoblayman va maktabda o'sha umuman ta'lim sohasidagi psixologlar pedagoglar bilan ham birga ishlash, ota-onalar bilan birga ishlashni ham mana shu yerda o'rganib oldi va shuni amaliyotda qo'lladim. Hozirgi kunda aynan o'qituvchilar bilan birgalikda shunday loyiha qilyapmizki, pedagog, o'qituvchi, pedagog, o'quvchi va ota-onalarni qamragan holatda loyihalar qilyapmiz va bu yerda o'sha salomatlik psixologiyasi fanida bizda insonni salomatligini tiklash, masalan bu yerda nafaqat bilim, hatto o'zimizni sog'lig'imizni o'zimiz muvozanatda olib turishimiz ham mumkin, hamda psixosomatik bilimlar orqali ham mana shu xalqqa xizmat qilib kelyapmiz hammamiz. Yana bu universitetni ustun tomonlaridan, eng muhim tomonlaridan biri, bu yerda o'zim guvohi bo'ldim, mana hamma guvohi bo'ldi, korrupsiyani yo'qligi, o'qituvchilar nihoyatda samimiy munosabatda va hamma haqiqatdan ham dars qilib o'z kuchi bilan, o'zini bilimi bilan o'tadi imtihonlardan va fikrlarini bildirish huquqiga ega. Har tomonlama qo'llab-quvvatlash mana shu universitetimizda kuchli. Nima uchun men Osiyo xalqaro universitetini tanladim? Sabab juda ko'p. Birinchi sababi, buni men o'zimga yoqqan tarafi masofadan turib o'qish, ta'lim olish. Ikkinchisi, ishimizdan ajralmagan holatda bilimga ega bo'lish. Endi shu o'rinda kengroq kiradigan bo'lsak, bunga masofaviy ta'limda ko'pchilik o'ylaydi, bu ilm noto'g'ri. Osiyo xalqaro universitetida shunday ustozlar borki, buni kelajagi bor universitetlarda. Hali kelajakda o'sha dunyodagi mingtalikka kiradigan universitetlardan kelajagi bor. Hattoki bizga o'sha psixologiya, pedagogika fanlaridan kiradigan, misol uchun psixologlardan, Avizov Olmosomlar, ustoz, Elov Ziyodullo domla, pedagoglardan, Olimov Temur domla. Shunaqa dars beradilarki, biz shundan chiroyli foydalandikki, misol uchun agar offlaynda o'qiydigan bo'lsak, meni bitta o'zim o'tirishim kerak edi. Shunday jarayonlar bo'ldiki, bizda o'sha uyda men darsga qatnashayotgan paytimda meni oilamdagilar ham o'sha ustozlarning dars o'tish jarayoniga qiziqib, dadasi qachon darsingiz boshlanadi? Hattoki bizga mana esingga solasizlarda, bular shu dars jadvallarini ham chiqarib berib qo'ydi. Agar men offlaynda o'qiganimda bitta o'zim ilm olardim. Endi uning uchun ustozlardan ulardan masalan so'rab qo'yamiz roziligini, chunki biz o'zimizga bitta kishiga mablag' to'laganmiz. Chunki o'sha jihatlari bizga juda ma'qul kelgan. Va biz ana shu taraflarni o'zimiz yutug'imiz bor deb, yutuqli qo'lga kiritdik deb hisoblayman. Demak, fikrlaringizdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, albatta har qanday ta'lim bosqichi, har qanday ta'lim yo'nalishida onlayn o'qishlik bugungi kunning zamonning talabi deb aytsak bo'ladi. Va aytib o'tganingizdek, haqiqatan ham dunyo allaqachon onlayn ta'limga o'tib bo'ldi va buni afzal tomonlarini siz o'z fikrlaringizda ifodaladingiz. Xo'p, savolimizning davomi sifatida mana magistraturadagi onlayn ta'lim haqida gapirdikda, endi o'sha ta'limning sifati qay darajada bo'ldi? Ya'ni dars jarayonlari qanaqa bo'ldi? Bular haqida ham o'zgina fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Albatta, Osiyo xalqaro universitetida men shuni guvohi bo'ldimki, bu yerda zamonaviy ta'lim berish texnologiyasi yuqori darajada rivojlangan ekan. Bundan tashqari, men bu yerga kirishdan oldin juda ko'p narsalarni boshqa oliy ta'lim muassasalariga solishtirib ko'rgan edim. Masalan, mana shu joyda ta'lim beradigan o'qituvchilarda ilmiy darajasi,
ularda ilmiy saviyasi yoki ilmiy unvoniga men o'zim shaxsan qiziqqan edim. Chunki kelajakda olim bo'lmoqchiman. Bu yerda nechta odam professor, nechta odam yoki shu narsalar surishtirib ko'rgan edim. Men bu yerda faqat professor, Doctor of Science'larni ko'rdim. Ularda bizga dars berish texnologiyasi, masofaviy ta'lim shu darajada tizimli, juda ham bir samarali yo'lga qo'yilganki, darslarda samaradorligi, ulardagi bir ilm o'zlashtirishimizga bo'lgan qobiliyatimiz juda ham yuksaldi deb ishonch bilan ayta olaman. Osiyo xalqaro universitetida masofaviy ta'limda tahsil olayotgan jarayonimda men bir narsani guvohi bo'ldimki, ustozlarimiz juda ham o'zini sohasini, ya'ni o'zini fanini mutaxassisi. Chunki nimadir muammoli vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa ham, onlayn masofadan bo'lsa ham bizda metodik qo'llanmalar, treninglar, o'sha narsalardan bizda amaliy yordam berib keldilar. Yana hozir imtihon jarayonlarida biz ishtirok etyapmiz. Men shu narsani guvohi bo'ldimki, nafaqat O'zbekiston yoshlarini Osiyo universiteti qamrab olgan, balki xorijiy davlatlardan O'zbekiston yoshlari ham Osiyo xalqaro universiteti talaba sifatida tahsil olayotgani, ular juda ham mamnunligi, har anaqalarda darslarda faolligini kuzatdik, shu narsani guvohi bo'ldik. Bunaqa natijaga erishish uchun juda ham ko'p mehnat kerak. Kursdoshlarim aytgandek, bu yo'lda o'zini sohasini egalari, ya'ni ilmiy darajasi yuqori o'qituvchilar oliy ta'limda jalb etilgan. Rahmat fikrlaringiz uchun. Osiyo xalqaro universiteti biz magistrantlar uchun mahorat maktabi bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Sababi bu yerda o'sha moddiy texnik bazaning juda yuqori darajadagi respublika universitetlaridan o'sha zamonaviy yuqori texnik bazani mavjudligi, bundan tashqari zamonaviy kutubxonalar bilan, u yerdagi noyob adabiyotlar bilan, badiiy va har xil publitsistik asarlar bilan o'sha kutubxonaning jihozlanganligi bizlarni ko'zimizni quvnatdi. Bundan tashqari darsdan tashqari ham imtihonlarga kelib, imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish jarayonlarida ham biz kutubxonada bemalol xohlagan savolimizga o'sha yerdagi baza bilan javob topa oldik deb hisoblayman. Bundan tashqari Osiyo xalqaro universiteti jamoasi, pedagog jamoasiga men shaxsan o'z minnatdorchiligimni bildiraman, professor o'qituvchilariga. Sababi ulardagi dars o'tish, biz nafaqat ulardan ilmiy amaliy bilimlarni olardik. Biz pedagog mahorati, pedagog imiji degan narsani men shaxsan Osiyo xalqaro universiteti professor o'qituvchilarida o'rgandim. Ulardagi shaffoflik, ulardagi fidoyilik hech qaysi universitetda yo'q desam bo'ladi. Chunki Osiyo xalqaro universiteti bundan tashqari masofaviy ta'limni dunyoni rivojlangan top 100 talik, top 1000 talikka kirgan universitetlar, nufuzli universitetlar qatorida masofaviy ta'limning mavjudligi bu, demak men Toshkent shahridan bo'lishimga qaramasdan yoki o'sha kursdoshlarim, tengdoshlarim boshqa viloyat yoki chet elda bo'lishiga qaramasdan Osiyo xalqaro universiteti o'sha salohiyatli professor o'qituvchilardan ilm olish baxtiga muyassar bo'lganimizdan biz mamnunmiz. Rahmat fikrlaringiz uchun va suhbatimizning so'ngida sizga beriladigan savol. Siz mana shu Osiyo xalqaro universitetining bir qismi bo'lagiga aylanib bo'ldingiz. 2 yil davomida biz bilan birga edingiz va bir qancha bosqichlarni bosib o'tdingiz, jarayonda ishtirok etdingiz, endi onlayn tarzda, offlayn tarzda va magistraturaga topshirmoqchi bo'lgan yoshlarimiz bor, bakalavrni tugatganlar bor va ularga qanaqa tavsiyalarni bergan bo'lardingiz? Osiyo xalqaro universiteti magistratura bosqichini tugatyapmiz. Kelgusida bakalavr yo'nalishini tugatayotgan talabalarga tavsiya beramiz. Osiyo xalqaro universiteti magistratura yo'nalishiga topshirishiga. Sababi bu yerda ta'lim offlayn va onlayn tarzda o'tkaziladi, ya'ni olib boriladi. O'zlari holatlardan kelib chiqib, ya'ni qiziqishlardan kelib chiqib onlayn yoki offlayn yo'nalishlarni tanlashlari mumkin. Aytib o'tishim joizki, shu joyda men bakalavr magistratura yo'nalishini tugatganimdan keyin, ya'ni tugatyapmiz. Yana shu universitetda, ya'ni Osiyo xalqaro universitetida doktorantura yo'nalishiga topshirmoqchiman. Ya'ni ilmimni davom ettirmoqchiman.
Albatta shu o'rinda aytib o'tmoqchimiz, Osiyo xalqaro universitetida doktorantura yo'nalishi ham bor va siz bakalavrga kirgan holatda doktorant bo'lib, o'sha PhD ilmiy darajasidagi inson bo'lib chiqishingiz mumkin. Bu juda ham katta imkoniyat deb o'ylayman. Osiyo xalqaro universitetini muvaffaqiyatli tugatayotgan magistrlar qatorida o'zimni baxtli his qilgan holda kelajakdagi o'zimdan keyingi bo'lg'usi magistrlarga Osiyo xalqaro universitetini hech ikkilanmasdan tanlashliklarini tavsiya etaman. Sababi oliy ta'lim muassasalari talab va standartlarga to'liq javob berishiga o'z ko'zi bilan amin bo'lgan universitet deb bilaman va keyingi doktorantura yo'nalishida ham o'z faoliyatimni davom ettirish niyatidaman. Yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, nima uchun ta'kidlab aytyapmiz tanlashlikni? Chunki poraxo'rlik dinda ham, qonunda ham taqiqlangan. 100% o'sha shaffof, korrupsiyadan xoli bo'lgan universitet deya ta'rif bera olaman. Offlaynda o'qish imkoniyati bor bo'lgan talabalar uchun aynan magistraturaning offlayn yo'nalishini tanlashni maslahat beraman, chunki onlayndan farqli o'laroq offlayn ta'limda siz masalan ustozlar ma'ruza davomida o'zlari bilim bersalar, ikkinchi parada, ya'ni amaliy mashg'ulotlarda, demak sizni o'qituvchi sifatida baholaydilar, ya'ni o'qituvchi sifatida siz faoliyat olib borasiz. Shu bir qatorda demak ham bilim olib, ham o'zingizni shu yerda amaliyotda sinaysiz. Shu uchun ham aynan offlayn yo'nalishda ta'lim olishni maslahat bergan bo'lardim. Onlaynda ham xuddi shunaqa ma'ruza mashg'ulotlari bo'ladi, amaliy mashg'ulotlar bo'ladi. To'g'ri, lekin ustoz bir nimada umuman ma'ruza mashg'ulot o'tkazadi, ikkinchisida esa o'sha talabalar o'zlarini ustoz bo'lib amaliy mashg'ulot o'tkazadi. Bizda uni offlaynda farqli jihati metodikalarni olib borishda bu yerda jonli bo'lganligi uchun metodikalarni olib borish oson. Ya'ni metodlarni juda ko'p qo'llaymiz. Tajriba ma'nosida. Mana metodlarni qo'llashda, bilasizlar, metodlarda o'zi davrada ishtirok etadigan bo'lganligi uchun, demak metodda hamma bitta joyda ishtirok etsa, buni nimasi yuqori bo'ladi. Shu uchun ham biz mana har doim qiziqardik bilan dars bizga bersalar, keyingi darsni tempi bundan ham tushmasin dedilar domlalar bizga va biz harakat qilamiz yangi metodlarni, hech kim qo'llamagan metodlarni, ya'ni qolgan kursdoshlarimiz qo'llamagan metodlarni biz harakat qilamiz topib kelishga va darsni oldingi darsdan da qiziqarli qilib o'tishga. Mana shu joyda demak biz bir davomda shu o'qish bilan, ilm olish bilan bir qatorda o'qituvchi bo'lib shakllanib bilamiz. Suhbatimizni yakuni sifatida shuni aytib o'tmoqchimanki, bugun Osiyo xalqaro universitetida 14 ta yo'nalishda magistratura qabullari boshlangan va kimdadir shunaqa ishtiyoq bo'lsa magistraturaga topshirish bo'yicha albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin va so'zimizning oxirida bir iqtibosni keltirmoqchiman. Agar ilm olish qimmatga tushayotgan bo'lsa, esingizdan chiqarmang. Ilmsizlik undan ham qimmatga tushadi. Bugungi ajoyib suhbatlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Rahmat.